ijtimoiy tarmoqda kuzatgan hamyurtlar 2025-yil 4-aprel sanasi nokib ko'chatlarimiz ko'rishlaringiz mumkin. Yaqinroq olib keling. Do'stlar, holatiga baho beriladi. Eng qizig'i meva qilibdi o'tgan kuzda ulangan. Do'stlar, mevasini ko'ringlar mana uni. 7 tadan mana katta bo'lib qolibdi mana. Yana guruchda qilib qolibdi. Mana nok ko'chatdan boqilaman degan 7 xil 8 xil navlar ulaganmiz. Holati uji mana bir qarishga yetdi. Tagi nokda, tagi bexida. Ko'rishlaringiz mumkin. Eng qizig'i yaqinroq olib keling. Va'dal go'zali do'stlar. Eng ertagi va'dal go'zali, bu ham mevasi bilan. Mana xudo xolisa pishgandan ko'rsatib o'tamiz. Bu no'xatda qilib qolibdi ertakilik uchun mana ko'rishlaringiz mumkin. Nok ko'chatimiz, bex ko'chatimiz, gilos ko'chatimiz hammasi xudo xolisa kuzga tayyor bo'lyapti. Uje ablonka ishlari qilinyapti. Holatiga baho beriladi do'stlar. Bu mevani ko'ringlar. Yaqinroq olib keling, mana katta bo'lib ertakilik uchun. Zakaz solishni boshladik, xudo xolisa noyabrga inshaalloh. Aloqaga chiqaverasiz. Ustidan sveji ko'chirib beramiz. Sog' bo'linglar do'stlar. Mehnatiga tilak.